Mana zamikan deydi. Sal qolsa mashina ham yonib ketadi deb polda tegdi simli. Mana zamikat qilib yurgan mana Niva mashinamizda. Yaqinroq olib ko'rsatdim mana erib ketgan chaqirchi. Anchadan beri turgan bu mashinamiz yurmay qolgan. Salonlarni tozalab, simlarni ketgan simlarni alishtirib, o'zini zavod holatida qilib qo'yamiz. Videolarni kuzatib boringlar, bitokka holatlarni qo'yib boramiz. Hamzani mo'lkaga olib kirdik, xudo xolisa ponni yuvib beramiz, tekin yuvib beramiz, to'g'ri eshityapsizlar. Faqat buni sharti bizda ponni full variantda remont qildirsanglar, mashinalarni tekin yuvib beramiz. Oshli yoki yankrlari yonib ketgan, shotkalari qolmagan, azim o'tkaz kuyib ketgan. Hozir bularga mana zapchas do'konga shu mana hammasini bitta payat qilish kerak menga. Oddiy payatni ushlamaydi, mana oluvli payatni qilyapmiz. Ishlayapti, xudo xolasini ko'rishingiz mumkin. Ishlarni boshlaymiz, xudo xolisa. Simlarni ochib tashlaganmiz mana holatini ko'rishingiz mumkin. Aksiyani ko'rib, mana shu yerda mana zamekandek bo'lgan. Mana holati, yana chiqqan narsalar, yana ish tashlagan narsalarimiz oyon kelyapti. Mana shu narsalar chiqib ketdi mashinamizda. Bu taraflarni mana akkuratni qilib, hammasini ochuv-sochuv bo'lyapti simlar. Bular, конечно, zamekandek bo'ladi-da. Mana ortiqcha simlar juda ko'p mashinangizda mana bularni hammasini ochib, zavod qilib beramiz. Endi shu payt kimga nima kerak bo'lgan bo'lsa, mana postlashilgan hamma narsasini. Holatini ko'rishingiz mumkin. Mana shu holatda yurgan mashina mana. Bularni hammasini to'g'rilab, zavod holatida qilamiz. Pechkalarni ko'rasiz, ochilyapti. Bularga klipsiga olib kelish kerak. Klipsiga qo'yiladi. Mana orqa faralarni yechdik, sindirib chiqardik. Chunki hammasini serlik qildik boltlarini mana. Chunki buni orqasidan hammasini patron qo'yamiz, mana sxemalarni hammasini payat qilib tashlagan. Bunga olib chiqamiz hozir bunga. Общий 8 ta patron olib chiqib, patrolga qo'yamiz. Okey, mashinaga umuman qaramagan ekansizlar, portlatib olgan ekansizlar. Mashinani simlandi bor. Hammasi yonib ketganmi ichine, erib ketgan ichiga qarang. Holatini qarang. Yomon qiynagan ekansizlar mashinani. Mana sim ham tegiga qarab erib ketgan. Naryoni qochish kerak. Ish yaxshi kattalashib ketdi bor.